Intim yosharish muolajalari ginekologiyada qo'llanilib kelinayotgan, aksariyat hollarda jarrohlik usulini talab qilmaydigan, tez va samarali natija beradigan zamonaviy muolajalardandir. Qanday natijalar beradi? Sezgirlikni oshiradi. Nerv tolalarining tiklanganligi sababli jinsiy yaqinlik paytida his-tuyg'ular yaxshilanadi. Namlikning ortishi. Tabiiy namlik ortib, qurishish, achishish, qichishish kabi noqulayliklardan butunlay xalos qiladi. Mushaklar tonusini yaxshilaydi. Qin devorining elastikligi va mushaklar tonusi oshadi. Bu esa tug'ruqdan keyingi va yosh bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni bartaraf etadi. Peshob tutolmaslik muammosini kamaytirish, yengil shakldagi stressli siydik tutolmaslikni, ya'ni aksirganda, yo'talganda, og'ir yuk ko'targanda siydik usholmaslikni bartaraf etadi. Jinsiy a'zolar terisi qorayganda, ya'ni giperpigmentatsiyada terilarni oqartiradi va tekislaydi. Kichik jinsiy lablar o'sib ketganda, ayniqsa bu holatlar ko'proq qizlarimizda ham uchrab turadi, uni jarrohlik amaliyotisiz qisqartiradi va korreksiya qiladi.